Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlardan 20 darsimiz va bugun is submitted xossasini ko'ramiz. Biz o'tgan darsda is submitted xossasini ko'rgandik va bugun is submitted ko'ramiz. Is submitted xossasini ko'ramiz va mana bu yerdagi is state va is validate bizga kerak emas, buni o'chirib tashlaymiz. Va bu ham is submitteddan form state xossasi is submitted deb chiqarib olamiz va is submitted o'rniga men is submittedni qo'yaman. Va Google Chrome yozib tekshiramiz. Is submitted xossasi nima qiladi desa, aslida is submitted xossasi forma bir marta yuborilganda true bo'ladi. Hozir is submitted false turibdi. Agar biz register qilib formadagi ma'lumotlarni send qilsak, birovga yuboradigan desak, is submitted true bo'ladi. Forma bir marta yuborildi, bo'ldi is submitted xossasi true bo'ladi. Misol uchun registerni bosadigan bo'lsam, is submitted true. Errorlarga umuman ahamiyat bermaydi, hech qanaqa errorga ahamiyat bermaydi. Forma jo'natildimi, bo'ldi is submitted xossasi true bo'ladi. Va bularni nima qilishimiz mumkin? Biz validatsiyalarni ko'rsatishimiz mumkin. Validatsiyani email misoliga ko'ramiz. Chunki faqat biz emailga regular expression bilan validatsiya qo'yganimiz sababli real time ishlaydi validatsiyamiz. Bularda ham real time ishlaydi, faqat bularga biz regular expression qo'yganimiz yo'q, faqat bitta harfni yozganimiz bilan bu validatsiyadan o'tadi. Ya'ni name, password, age yoki date bitta belgi qo'yganimiz bilan bo'lib bular validatsiyadan o'tadi. Validatsiya faqat registerga ishlaydi. Agar biz validatsiya modini o'zgartirib, change bo'lgan payt ishga tushiradigan deydigan bo'lsak, bu ham ishlaydi. Buni olib keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Hozir faqat bizga email xossasi, misol uchun mana bunday bitta harf yozganim bilan real time invalid email format degan validatsiya chiqdi. Shuning hisobidan ham biz shu email bilan ko'rib chiqamiz bu narsani. Biz nima qilamiz? Is submitted bilan validatsiya qo'yamiz. Mana bu yerga emailga kiramiz. Mana bu yerda validatsiyamiz bor. Mana bu yerga is submitted true bo'lsa deymiz. Ya'ni is submitted true bo'lsa forma bir marta yuborilgan bo'ladi. Agar is submitted true bo'lsa error email message ham bizga ko'rinadi. Mana endi Google Chrome yozib tekshirib ko'ramiz. Mana endi e'tibor beramiz. Mana bu yerga email ma'lumotni yozdik. Hech qanaqa xatolik chiqmadi. Boya xato chiqib o'tirdi. Ya'ni biz mana bu yerga shartni qo'yishimizdan avval, mana bu yerga is submittedni qo'yishimizdan avval bizga xato chiqib o'tilgandi. Mana bitta yangilab yuborib, mana bu yerga bitta harfni yozishim bilan bu yerga xatolik chiqyapti. Lekin mana bu yerga is submitted true ni qo'shganimizdan keyin, is submitted shartini qo'shganimizdan keyin biz mana bu yerga o'tib harf yozganimizdan keyin bu yerga hech qanaqa xatolik yo'q. Ya'ni xatolik faqat forma bir marta jo'natilsa ishga tushadi. Ya'ni ma'lumotni yozamiz va registrni bosadigan bo'lsam, bu inputni o'zini xatolik chiqyapti, chunki type email, bu yerga emaildan Gmail yozib qo'yadigan bo'lsak va registrni bosadigan bo'lsak, ana endi xatoliklar email formatiga. Ya'ni biz is submitted xossasi orqali email inputni forma jo'natilgan paytda ishga tushadigan qilib qo'ydik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.